Şalçın, siz kalı görüş kalpı kılışı naksus öğrengen mi? Bizden mehman sarayınkiga o'xshash qilibsiz, pek o'xshatdim. Rost aytyapsiz? Rost. Endi qachon yumsiyasidan qilib bermalar? Ha. Mumkin emas. Biz ajrashib ketaylik. Hal qilishimiz uchun ketaylik. Men boshqa birisini yaxshi ko'rib qoldim. Qachon? 20 yil bo'ldi. Men sayohatga chiqqan vaqtimda uni bilan tanishib qolgandim. Uni bakli yaxshi ko'raman. Qanchalik yaxshi ko'rasiz? Uni hayotimdan bak yaxshi ko'raman. Uning uchun hammani qilishga roziman. Bundaqda sizning deganingiz bo'yicha bo'lsin. Mening yenimdimi sizdek oilasini unutgan, hech qanday ish bilan kor bo'lmaydigan, ertadan kechgacha aroq ichadigan odamni elib ketadigan odam bo'lsa, men haqiqatan cheksiz minnatdor bo'laman. Bu uy hamma narsalar sizga qolsin. Mashinam sizga qolsin. Biz oxir qatim tomoqni birga yeylaylik. Ben her qatim onunla uchrashgan vaqtimda yuraklarim so'qib, boshqacha bir jallanib ketaman. O'zimni shunday xushal his qilaman. Bo'ldi. Biz ajrashib ketaylik. Bundan keyin men bu uyning tugmas ishlarini qilib, ertadan kechgacha bolalarga tomoq yetib, uy tozalab, o'zimni tashlayotgan uydagi bir besaramjon ayol bo'lishimni endi ojid qolmadi. Men bundan keyin sizning kiyimingizga dazmol solgan shu vaqtni endi o'zimni yasashga ishlataman. Sizga kiyim sotib olgan shu pullarga endi o'zimga bir necha qo'l kiyimni ortiq sotib olaman. Men har kuni qaysi tomoq eng yaxshi? Yo'lishim qaysi tomoqni yesam, salomatlikka eng foydali deganda o'ylashimning aslo hojati qolmadi. Siz doim aroq ichib kelgan vaqtlaringizda ayollarga yondirib, vaqirab uyni beshig'izga kelgan vaqtlardimi? Men kechigacha halingizni xabar olib, bir tarafdan siz yondirayotgan narsalarni yeb, kechigacha jafo tortishimning endi hojati qolmadi. Siz doim mas'ul. Uyga kelmagan vaqtlaringizdami? Sizden ensirab, taraf-tarafdan sizni izlab, sizni yondirib akilishdan men bek choq to'ydim. Onu sizni yaxshi ko'rdi, shundaqmi? Turmush degan ajoyib bo'ldi-ku.
Esingizda bo'lsa, u sizga bergan xursandlikni, shu tuyg'ularni men ilgari sizga berib bo'lgan. Men sizni butun borlig'im bilan sevgan. Butun borlig'im bilan sevgan. Ammo biz ayollar to'y qilgan ekan. Mas'uliyatimiz sahna og'ir bo'ldi ekan. Men butun borlig'imni siz uchun, bolalar uchun berishmoqchiman. Ammo o'zimni sizlarni sevgandek sevib boqmoqchiman. Turmush qurgan necha yil jarayonida men ota-onamga yaxshi bir kelin bo'lish, bolalarni yaxshi o'qitish, sizga bir kiyimchan ayol bo'lish uchun qanchalik bedellarni to'lamadim, qanchalik jafolarni chekmadim. Endilikda bo'lganda mening o'sha qilganlarimni hammasi o'tib ketmaychimi? Hakikaten ağırlaştırayla. Ağırlaştırayla. Açmaysa bu çıkımda. Elbet Mesut kanıtı mı? Beğenme. Mesut. Yaxshimi jonim? Ha, men yaxshi. Siz-chi jonim? Yaxshi. Ishlar qanday bo'ldi? Bugun uning hamma ahvolini dedim. Rasma? Nimanda yaxshi? Qanday bo'ldi tezroq sana? Aldirman jonim, men uningga hammani degandim, u ajrashishga qo'shildi. Rasma? Biz oxiri murodimizga yetadigan bo'ldik-da. Shundoq. Uy mashina hammani uningga berib Nima? Kallangiz betvormi sizning? Rasmiy dutnaskansiz. Bu nima deganingiz? Nim deganim bo'ladi? Qapoq bosh dut deganim shu. Uy mashina hammasini bermasam biz qanday qilamiz? Nima deganingiz bu? Nim deganim bo'ladi shu. Dut qapoq bosh deyapman shu. Voy? Ishonsa bir qilinga beshimni pek aylantiryapsiz. Nima deganingiz bu? Sarang. Voy?
kechiring. Aslida men uchun ün-tinsiz bedel to'layotgan, oilamiz va bolalarimiz uchun qon ter oqizayotgan jafokesh ayolim asli siz ekansiz. Men ezibdiman. Men sizni qaytadan qadrlayman. Biz qaytadan boshlaymiz.